Hech kimga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'l bermayaptilar. Boy badavlat pul berib chiqib ketadigan bo'lsa, kambag'al nima, qo'lini kesiladimi? Unda adolat qayerda qoladi? Qani adolat? Birodarlar, bu koinot adolat bilan qoyim bo'lib turibdi. Dinimiz birodarlar adolat dini. Zolimlar zulm qilib jazosini olmayotganga o'xshaydi. Nazarimizda Alloh taolo ularni o'zini holiga tashlab qo'yayotganga o'xshaydi. Nazarimizda. Wala tahsabanalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun. Alloh taolo aytayapti, hargiz Alloh zolimlarning qilayotgan amallaridan g'ofil deb o'ylamanglar. Allohni ko'rmayapti deb bilmayapti deb o'ylamanglar. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Ko'zlari dahshatdan qotib qoladigan qiyomat kuniga qoldirib qo'yapti xolos.